Tovarni saqlash tarifi o'zgarishli bo'ldi. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, Instagram profiliga joylashtirib qo'yganman. Instagram profili nomi seller pastki chiziqcha uz 7. Shu yerga kirsanglar, mana yaqinda joylashtirib qo'ydim. Mana bu yerdan o'tkazib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mana 3 ta turibdi. Ikkita bir xil deb o'ylashingiz mumkin, lekin ikki xil. Narxlari bilan yozuvlarini o'qib ko'rsanglar ikki xil bo'ladi. Bittasi kiyimga taalluqli bo'lgan, oyoq kiyimga taalluqli bo'lgan tariflar, ikkinchisi kiyimdan, oyoq kiyimdan tashqari bo'lgan tariflar yozilgan bo'ladi. Bu ko'rish uchun Instagramga o'tasizlar. Instagramda seller pastki chiziqcha 7 ga o'tib, mana shu postga kirasizlar. Shu postda qo'yilgan mana o'tkazib ko'rsanglar bo'ladi. Instagram kanaliga ham podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqa yangiliklar qo'yib turiladi. Like bosib qo'yinglar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. Buni opisaniyada ham qoldiraman. Instagram profilni. Kommentda ham yozib qo'yishim mumkin. O'sha silka orqali o'tosanglar bo'ladi.